Bachadon tashqaridagi homila eng xavfli holatlardan biri. Eng qiyini shuki, homila boshlanganda oddiy homila bo'lib boshlanadi. Aynan shu sababga ko'ra ko'p vaqt yo'qotiladi. Vaqt bilan birga esa yana kelajakda ona bo'lish imkoniyati ham xavf ostiga tushadi. Videoni oxirigacha ko'ring. Xavf omillari, ilk belgilari, to'g'ri reabilitatsiya qilish haqida aniq va tushunarli ma'lumot olasiz. Nega bu holatni aniqlash qiyin? Chunki bu homila boshlanishi oddiy homilaga o'xshab boshlanadi, belgilari ham homilaga o'xshaydi. Birinchi UZIda uzist doktor sizga aniq diagnozini qo'yib berishi imkoniyatiga ega emas. Oddiy homilaga qanaqa o'xshaydi? Testda ikkita chiziqcha, ajralmalar, hayz kechikishi, ko'ngil aynishi, ishtaha bo'g'ilishi, ko'krak ishishi hamma belgilari bo'ladi. Bachadon tashqari homila qayerda va qanday rivojlanadi? Ko'p holatlarda bu bachadon naylarida bo'lgan homiladorlik hisoblanadi. Bachadon naylarini ichi oddiy qilib aytganda supurgiga o'xshaydi. Supurib embrionni bachadon tomonga itaradi. Agar shu supurilish imkoniyati bachadon naylarida kamaygan bo'lsa, bu peristaltika deyiladi, kamaygan bo'lsa yoki yallig'lanish bo'lsa, u paydo bo'lgan embrioncha, ya'ni bolacha bachadonga yetib bormasdan bachadon naylarida qolib ketadi. Yoki bachadon naylari qisman qayerlardadir yopiq bo'ladi. O'shanda embrion, ya'ni bolacha 5 kunlik, 6 kunlik yo'lda qolib ketish imkoniyati ham yuqori bo'ladi. Kam holatlarda esa bachadon tashqari homila tuxumdonlarda, qorin bo'shlig'ida va bachadon bo'ynida bo'lishi mumkin. Agar bachadonda rudimentar shoxi bo'lsa, ya'ni qo'shimcha shoxi bo'lsa bachadon ichida, o'sha yerda ham rivojlangan bo'lishi mumkin. Muammo shundaki, bachadon naylari embrionni, ya'ni bolachani o'sish joyi emas, muhiti emas. Bachadon naylari bolachani o'sishiga mo'ljallanmagan joy. O'shaning uchun agar bolacha katta o'sib ketsa, nay yorilib ketib, qon ketish ehtimoli yuqorilashadi. Ko'pincha bachadon tashqari homiladorlik shu holatlarda uchraydi. Kichik chanoq a'zolari yallig'langan holatlarda, bachadon naylari qisman yopiq bo'lgan hollarda, avvallari jarrohlik amaliyotlari qorin bo'shlig'ida yoki kichik chanoq bo'shlig'ida amalga oshirilgan bo'lsa, gormonal buzilishlarda, bachadon ichki spirali bo'lgan vaqtlarda ham bo'lishi mumkin. Bachadon tashqaridagi homila vaqtida e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydigan xavfli belgilari. Odatda 4-6 haftada quyidagi alomatlar paydo bo'ladi. Qorin pastida tortishuv og'riqlar yoki o'tkir og'riqlar ko'pincha bir tomonlama bo'ladi. Belga yoki to'g'ri ichakka o'tuvchi og'riqlar, qonli yoki qora qo'ng'ir ajralmalar, qindan, zaiflik, qon bosimi tushishi, bosh aylanishi, yurak tez-tez urishi va chidab bo'lmaydigan og'riqlar. Agar keskin og'riq, hushdan ketish, yurak tez-tez urish, muzday ter bosish holatlar shoshilinch holatlarga kiradi. Diagnostika qayerda ko'p xatoga yo'l qo'yiladi? Asosiy usullar bu UZIni va HGC analizini dinamikada kuzatish. Bachadon tashqari homilada HGC o'sadi, lekin oddiy bachadon ichidagi homilaga nisbatan sekinroq o'sadi. Eng muhimi, bir martalik tahlil emas, dinamikada UZI va HGC birga tekshirilib borishi kerak. Erta muddatlarda homila tuxumdonda, bachadon naylarida ham ko'rinmasligi mumkin. Ana shu davr eng xavfli. Shu davrda kutamiz deyishmas, balki albatta kuzatuv dinamikada kerak bo'lgan davr. Effektiv davolashda har doim biz homilani muddatiga ahamiyat beramiz. Bachadon tashqaridagi homilalarni konservativ yo'l bilan davolash mumkin. Ya'ni shunaqa usullar borki, dorilar bilan u homilani tushirish mumkin qorin bo'shlig'iga va u homila so'rilib ketadi keyinchalik. Shoshilinch holatlarda, agar bachadon nayi yorilib ketgan holatda yoki muddati katta bo'lgan homiladorlikda laparoskopiya jarrohlik amaliyoti bilan bu homiladan qutulishni tavsiya qilamiz. Ammo ko'pincha ayollar bachadon naylarini saqlab qolishni iltimos qiladi. Bu yaxshi iltimosmi yoki yo'qmi? Chunki ayol to'g'ri reproduktiv kelajagini o'ylagan holda bachadon nayini saqlagisi keladi. Ammo bu bachadon nayi funksional bo'la oladimi keyingi homilaga? Chunki ko'pincha bu holatdan keyin bachadon naylari yopilib qoladi yoki qisman yopiladi. Yana shu nayda homiladorlik bo'lib qolishi mumkin yoki butunlay yopilib qolishi mumkin yoki gidrosalpinx bo'lib qolishi mumkin. Keyinchalik baribir olib tashlashga
to'g'ri keladi u bachadon naylarini demoqchi bo'lganim, bu oldindan aytib bo'lmaydigan holat hisoblanadi. Chunki kam holda homilador ayol qaytib bo'ladi, o'sha bachadon ichida homila bo'ladi, normalniy homila. Lekin ko'pinchalik bu holatdan keyin bachadon naylari yopiladi yoki qayta o'sha nay ichida homiladorlik bo'lishi xavfi ko'payadi. Qayta homila bo'lishi kuzatiladi. Demak, har doim bachadon naylarini saqlab qolish imkoniyatini chuqur o'ylab, yetti o'lchab bir kesish kerak bo'ladi. Bitta bachadon naylari bilan homila bo'lgan ayollar juda ko'p. Bu ayollar takror homila bo'lishi mumkin. Ammo boshqa ayol guruhlari ham bor. Bitta bachadon nayi shikastlanganda, bir xil paytlarda ikkinchi bachadon nayi ham shikastlangan bo'ladi. Ko'p uchrataman shunaqa holatlarni. Ayollar kelishadi eko qildirish uchun. Anamnezini so'raganda, birinchi yil bitta bachadon tashqari homila bo'ladi bachadon naylarida, uni olib tashaladi. Keyin 2 yildan so'ng ikkinchi bachadon nayida bo'ladi, bachadon tashqari homila, ikkinchi trubani ham olib tashlagan holatlar ham bo'ladi. Bu degani qisman bekik bachadon naylari o'sha yerda o'zida homila bo'lish imkoniyatini oshiradi. Bachadon nayini yoki naylarini yo'qotish qo'rqinchlimi? Ha, oldin bu juda qo'rqinchli bo'lgan. Chunki bachadon naylari bo'lmasa, homila bo'lish imkoniyati umuman bo'lmagan. Hamma biladiki, bachadon naylari bu shu joyki ayol hujayrasi bilan erkak hujayrasi uchrashib bola hosil qiladigan joy hisoblanadi. Bachadon naylari bo'lmasa, uchrashish joyi bo'lmaydi, demak homila ham bo'lmaydi. Oldin shunaqa bo'lgan. Hozir esa bizni baxtimizga eko uslublari ko'payib qolgan. Eko bu qo'rqinchli emas. Ekodan bo'lgan bolalar bu oddiy bolalar, sun'iy emas. Sun'iy degan odamlar ozgina bu mavzuni, bu masalani, muolajani bilmagan, o'qimaganligi sababli shunaqa o'yga borishadi, shunaqa deyishadi. Lekin siz bilmaysizki, dunyoda qancha hozirgi kunda ekodan keyin dunyoga kelgan bolalar bor. Juda ko'p, juda aqlli, juda chiroyli va oddiy yurib uylanadigan, bola qiladigan bolalar. Bachadon tashqari homilani profilaktikasi nimada? Bu albatta puxta homilani rejalashtirishdan oldin tekshiruvdan o'tish kerak. Gormonal holatni tekshirish kerak. Yallig'lanish holatlarini tekshirib, agar shunaqa holatlar aniqlansa, uni albatta davolab, keyin homilaga harakat qilish kerak bo'ladi. Bu eng to'g'ri yo'l hisoblanadi va eng to'g'ri profilaktika. Bachadon tashqari homilani olib tashlangandan so'nggi reabilitatsiya holati albatta bu yallig'lanish oldini olish terapiyasi, gormonal fonini tiklash terapiyasi, ayolning emotsional holatini albatta tiklash kerak va albatta reproduktolog bilan keyingi homilani rejalashtirib, puxta yondashuv qilish kerak. Bachadon tashqaridagi homila bu hukm emas, lekin kechiktirish esa juda qimmatga tushish mumkin bo'lgan holat. Har qanday homila faqatgina test bilan emas, balki homila qayerda joylashganini aniqlashi shart. Ayol qancha reproduktolog yoki ginekologga tez murojaat qilsa, sog'lig'ini va reproduktiv imkoniyatlarini saqlab qolish shansi shuncha yuqori bo'ladi. Meni kanalimda homilador bo'lish va sog'lom bolani dunyoga keltirish to'g'risida ko'plab videolar bor. Kanalga o'tib, videolarni ko'rishingiz mumkin va kanalga albatta obuna bo'ling.